Biz ochildik. Ha, azizlar, to'g'ri eshitdingiz. Sharshara oilaviy restorani siz uchun. Endi yangicha ko'rinishda, yangicha dizaynda va albatta yangicha ta'm bilan. Qovurilgan hamda sharillab pishirilgan eng mazali taomlarimiz siz uchun albatta. Bizning Sharshara oilaviy restoranida menyularimiz yangilandi va buni restoran xodimidan so'rab ko'ramiz. Nimalarimiz bor menyularimiz? Bizning restoranimizda yevropeyskiy, milliy va turetskiy kuxnyamiz mavjud. Milliy kuxnyamizda cho'boncha va achcha go'sht. Yevropeyskiy kuxnyamizda steak Dallas, steak T-bone, medalyon подсолнечный соусом. Turetskiy kuxnyamizda zarafshon, sachka urma, sate mavjud. Ham unga qo'shimcha shashlik va baliqlarimiz bor. Bizning restoranimizda faqat eshitilmaydi, balki his qilinadi. Keling va ta'midan zavqlaning. Bizning restoranimizda Sharshara deb nomlanishini mana asosiy sababi Hoji aka Sharsharamiz. Bu Sharsharaga qarang Hoji aka, bu turgan shabadani qarang. Bizning manzil Baliqchi markazdan uzoq bo'lmagan joyda, Baliqchi Chinobod yo'nalishida metan zapravkadan o'tganingizdan o'ng qo'lda joylashgan. Hoji aka, bu nomerlarga telefon qilib joylarda bron qiling.